Real Madrid muxlislari shu yerdamisizlar. Sizlarga Real House'dan 2 xona, 3 xona qilingan komfortli xonadon topib qo'ydim. Bu bitta podyezdda ikkita xonadonimiz sotuvda, hurmatli obunachilar. Kvadrati bir xil 55 kvadratli. Demak, bitta ko'rib chiqaylik. Yo'qsa bitta layk qizartirib qo'yasizlar. Xo'p, do'stlar, zalimizni qarang. Bu yoqda yumshoq mebellarimiz bor, jurnalist stul, televizorlarimiz va juda ham chiroyli bo'lgan bu tarafimizda kartinkalarimiz joylashgan. Qaranglar, eng sifatli mebellarni jihozlangan bu xonadonimiz. Bu yoqda esa 4 talik stol qilingan. Bu tarafimizdan oshxona o'rnida foydalanamiz. Mana ko'rib turganingizdek, pasuda mo'ykalarimiz bor va bu yoqda gaz plitalarimiz bor. Texnikalarimiz hammasi Hoffman. Ko'rishingiz mumkin, duxovka, mikrovolnovka, hamma narsamiz bor, hurmatli obunachilar. Bu yoq bizning kiraverish qismimiz. Kirganimizda ko'rib turganingizdek kattagina oynali zonamiz bor va bu yoqda esa bizni umumiy, ya'ni bittagina sanuzel qismimiz joylashgan. Barcha mebel texnikalari bor. Bu yoqda esa bu uyimizni plus tarafi mana bu detskiy xonamiz. Qaranglar. Bolalarimizga zo'rda maza qilib damda olishaveradi. Bu yoqda esa kattagina qilib spalniya qismimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, Shota Rustaveli ko'chamizda joylashgan, aytib o'tganimizdek, bu yoqda ikkita uyimiz sotuvda. Qaranglar, spalniyamiz biralari, konditsionerlari va bu yoqda shkoflari ham bor, hurmatli obunachilar. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, albatta opsiyamizda hamda bemalol telefon qilsanglar bu uy haqida yanada to'liq ma'lumot berib boramiz. Sizlar bilan Muhibulomad Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Investitsiyaga ham zo'r variantda do'stlar. Qani bo'lmasa bosamiz. Sog' bo'linglar.